Assalamu alaykum, hörmətli radio anlıqçılar. Anlayatqanыңlar Uyğur Avazı internet radiosu. Bugün şənbə 14 aprel. Germaniyada saat 11. Tövəndə sizlərə bu qıtımqı anlatışımızın asası məzmunlarını qısqaça tanıştırıb ötümüz. Otandan keyin Qashqarda çoğ tutqun başlandı. Xitoy prezidenti Jiang Zemin Germaniyada. Xitoy dairələri Şərqi Türkistanda ikkinchi bosqichli qattiq zərba berish harakatini boshladi. Qashqarda cho'ng tipdagi chet el radiolarini to'sish stansiyasi qurildi. O'qituvchi Abdurahmon diniy faoliyatga qatnashganligi uchun qo'lga olindi. Qashqarda har qanday kishining chet el muxbirlarining ziyoratini qabul qilishi cheklandi. Milliy davlat va milliy mustaqillik haqida nomli cho'ng hajmli maqola jamoatchilik bilan yuz ko'rishdi. Urumchida qayta tarbiya elish kursiga qatnashayotgan diniy zotlar kursini oxirlashtirib uylariga qaytdi. Urumchida mingga yaqin o'smir xalq maydonida partiyaga sodiq bo'lish haqida qasam qildirildi. Sharqiy Turkistonning bosh balasi Xitoy ko'chmanlari Şinjan Universitetida g'ulg'ula. Peshqadam yozuvchi, shoir, jamoat arbobi va markazimizning qurg'uvchilaridan biri bo'lgan Ahmad Egambadining Jinning qasdi Shaptulda degan maqolasi. Programmamizning oxirida mujohidimiz Zulfiqar Muhammadning echinishlik 3 yillik turmush fojiasini anglaysizlar. Tövəndə xəbər anlatımız. Gerçi dünya jamoatchiligi va xalqaro tashkilotlar Xitoy hukumatini Amerikadagi 11-sentabr voqeasini bahona qilib, Uyg'urlarning inson haqlariga tajovuz qilmaslikka chaqirib kelgan bo'lsa-mu, amaliyotda Xitoy hukumati dunyoning bu chaqirig'iga quloq solgani yo'q. Aksicha qattiq zarba berish harakati degan nom ostida Sharqi Turkistonda begunoh Uyg'urlarni tutqun qilib jazolashni davomlashtirib kelmoqda. Egallashimizcha 3-ayning 28-kuni Xitoy hukumati Sharqi Turkistonning Qashqar rayonida sud yig'ini chaqirib, 14 nafar Uyg'urni milliy bo'lgunchi qonunsiz diniy unsur degan nomlar bilan turli qamoq jazolariga hukm qilgan va bundan boshqa yana shu kuni 52 nafar Uyg'urni yuqorqidek bahonalar bilan tutqun qilgan. Xitoy hukumati Sharqi Turkistonda Uyg'urlarning milliy harakatini yo'qotishni maqsad qilgan qattiq zarba berish harakatini o'tgan yili 4-oyda boshlagan edi. Xitoy hukumati bu harakatning birinchi bosqichida 4-oyning 21-kunidan 29-kunigacha bo'lgan bir hafta ichida 500 dan ortiq kishini muddatlik va muddatsiz qamoq jazolariga hukm qilgan va bularning ba'zilariga o'lim jazosi berib, darhol etib o'ltirgan edi. O'tgan yili bu harakat boshlangan tunji oyda Qashqar viloyatida 186 Uyg'ur milliy bo'lgunchi qonunsiz diniy unsur degan bo'xtonlar bilan qo'lga olingan bo'lib, ularning ichidagi 153 nafari hech bir dalil isbotsizlar o'lim jazosiga, muddatsiz va muddatlik qamoq jazolariga hukm qilingan edi. Ayni chog'da bu xabar Xitoy hukumatining gazetlaridami xabar qilingan. Mana hozir oradan 1 yil o'tgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumati qattiq zarba berish harakatini davomlashtirib kelmoqda va ko'plagan begunoh Uyg'urlarning o'lishiga va turmularga solinishiga sababchi bo'lmoqda. Undan boshqa yana bizning egallashimizcha, yaqinqi mezgildan buyon Xitoy hukumati Sharqi Turkistonda ideologiya sohasida milliy bo'lgunchilarga qarshi turish degan nomda yana yangi siyosiy harakat qo'zg'ab, Uyg'urlarni Xitoy hukumati tomonidan o'ydirib chiqarilgan Sharqi Turkiston haqidagi yolg'on tarixni o'rganishga majburlamoqda va Uyg'ur yozuvchi, shoir va adiblarimizga qaratgan siyosiy besim va hujumni kuchaytmoqda. Navbatda Janava shahrida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari yig'ini chaqirilayotgan bir paytda Xitoy hukumatining yana begunoh Uyg'urlarni tutqun qilib jazolayotganligi va Uyg'ur xalqining insoniy haq huquqlarini qattiq dafsanda qilishini davomlashtirayotganligi Xitoy hukumatining xalqaro qonun nizomlarini oyoq osti qilayotganligining va dunyo jamoatchiligini ko'zga ilmayotganligining isbotidir. Shunga xalqaro tashkilotlar va dunyo jamoatchiligi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan vahshiy qilmishlariga qarata texnik kuchli holda inkos qaytarishi lozim.
Xitoy prezidenti Jiang Zemin aprelning 8 kunidan boshlab Germaniyadagi 6 kunlik rasmiy ziyoratini boshladi. Ziyoratning birinchi kuni Jiang Zemin Germaniya bosh ministri Gerhard Schröder bilan uchrashdi. Bu uchrashishda ikki davlat o'rtasidagi savdo va iqtisodiy to'xtamlar muzokara qilinishidan burun birinchi bo'lib Xitoydagi kishilik huquq masalasi o'ttirg'a qo'yildi. Bosh ministr Schröderning tashqi ishlar maslahatchisi Kastrop Xitoy tashqi ishlar ministri Chauning oldiga xalqaro kechirim tashkiloti tuzib chiqqan Xitoydagi qo'lga ilinganlarning tizimligini qo'ydi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Kong Chuan jurnalistlarga Xitoyda kishilik huquq masalasining yaxshilanganligi va buningdan keyin texmo yaxshilanganligi haqida bayonot berib o'tdi. Dal shu vaqtda bosh ministr binosining sirtida Uyg'urlar, Falun Gongchilar, Xitoy demokratik tashkilotlaridan bo'lib 300 dan ortiq kishi inson haqlari va mustaqillik talab qilib namoyish o'tkazdi. Xalqaro kechirim tashkilotining materialida o'ttirg'a qo'yilishicha, Xitoyda bu yil kishilik huquqning dafsandi bo'lishi o'tgan yildagiga qaraganda 2 hassa ko'paygan bo'lib, 2001-yili jami 3048 odam o'lim jazosiga hukm qilinib o'ldirilgan. Xalqaro kechirim tashkilotining aniqlashicha, Xitoyda faqat bu yil yangi yildan oldingi oyga qadar bo'lgan oraliqda 2960 nafar kishiga o'lim jazosi hukm qilingan va uning ichida 1781 nafari darhol ijro qilingan. Tahdid ostidagi xalqlar tashkiloti Jiang Zeminni Germaniya oliy darajalik advokat idorasiga o'lim bilan oxirlashgan jismoniy yorlig'uvchi va xatarlik jismoniy yorlig'uvchi deb arz qilgan va shuning bilan birga Jiang Zemin Tibetliklarning, Uyg'urlarning va Falun Gong tarafdorlarining qiynag'uvchisi deb qaragan. 9 aprel tushdan keyin Jiang Zeminni Germaniya prezidenti janobi Rau qabul qildi. Janobi Rau bilan Jiang Zemin o'rtasidagi suhbatda ikki davlat o'rtasidagi madaniyat va oliy ma'rif tarbiyalash aloqasini kuchaytirish, Berlinda Xitoy madaniyat instituti qurish qatorliq masalalar muzokara qilindi. 10-lar Jiang Zemin Potsdam, Dresden, Goslar va Wolfsburgdagi mashina zavodi qatorliq joylarni ziyorat qildi. Jiang Zeminning bu ziyorat jarayonida Volkswagen mashina zavodining Shanxaydagi sherik zavodining to'xtamini 2030-yilgacha uzatish masalasini muzokara qildi. Jiang Zeminning bu qatimqi ziyorati ikki davlat munosabat o'rnatgan 30 yildan buyon ikkinchi qatimliq Xitoy davlat boshlig'ining Germaniyani ziyorat qilishidir. Öz muxbirimiz Ushqunning Urumchidan yo'llagan xabari. 8 fevral kuni Urumchida qattiq zarba berish harakatining ikkinchi bosqichiga kirganligi munosabati bilan Urumchi saqchi doiralarining safarbarlik cho'ng yig'ini ochilgan. Yig'inda o'tgan yillik qattiq zarba berish harakatining xulosa doklati o'ttirg'a qo'yilgan. Mazkur doklatdan ma'lum bo'lishicha, Abbas Ahmad, Qosim Muxtar ismli kishilar siyosiy partiya qurgan bo'lib, bular o'tgan yildagi atalmış qattiq zarba berish harakati davomida yo'qotilgan. Saqchi doiralarining bu doklatida yana o'tgan yili harakat davomida maxfiy diniy faoliyat so'rini va aloqalish o'rni bo'lib kelayotgan 48 o'rinning bayqalganligi hamda bu o'rinlardan 1200 parchadan ko'proq siyosiy va diniy mazmundagi qonunsiz kitob va boshqa nashr buyumlarining qo'lga tushirilganligi aytilgan. Yig'in oxirida Uyg'ur Avtonom rayonlik jamoat xavfsizligi nazoratining muavin noziri Du Janti Yoshlar gazeti muxbirining ikkinchi qatimliq qattiq zarba berish harakatining qandoq ilib berilishi haqidagi so'ralgan savoliga javob berib, birinchi bosqichlik qattiq zarba berish harakati oxirlashdi. Ikkinchi bosqichlik harakat allaqachon boshlanib ketdi. Bu bosqich bu yil 7-oygacha davom qiladi. Ikkinchi bosqichlik qattiq zarba berishning asosiy nishoni yanada diniy asabiy kuchlar, milliy bo'lgunchi kuchlarning katavashlari va Falun Gongchilar bo'ladi degan. Ko'pchilikka ma'lum bo'lganidek, Xitoy doiralari o'tgan yili 4-oydan boshlab Sharqi Turkistonda Uyg'ur mustaqillik kuchlarini bostirishga qartilgan atalmış qattiq zarba berish harakatini boshlagan edi. Harakat boshlanib bugun qadar bo'lgan oraliqda bir qancha ming Uyg'ur turlik siyosiy bo'htonlar bilan qo'lga olindi.
Bulardan 50'den artıq kişiге ölüm cezası verilip, naq meydanda icra qılındı. 6000'den artıq kişiге türlük müddetlik ve müddetsiz qamaq cezası hüküm qılınıp, Xitay zindonlariga taşlandı. Növətdə yeni bir növətlik bastırış hareketi başlandı. Bu deganlik 7. aygacha, yani qançılğan biguna qarindaşlarımızın Xitay turulmalariga taşlanışı ve nahaq qatl qilinishidan darak berdi. Yaqinqi kunlardan buyon Xitoy doiralari tarafidan Sharqiy Turkistonda elib berilayotgan atalmış ideologiya sohasidagi milliy bo'lginchilikka qarshi kurashni qanot yaydirish bo'yicha qayta tarbiya elish harakati navbatda masala topshirish bosqichiga kirgan. Muxbirimiz yo'llagan ma'lumotdan ma'lum bo'lishicha, Qashqar Konishar noyisi Mush yezisidagi Abdurahmon ismli bir boshlang'ich maktab o'qituvchisi sog'lom bo'lmagan kitoblarni saqlagan, diniy faoliyatga qatnashgan degan ayblashlar bilan xizmatidan haydalib qo'lga ilindi. Bu xabar 4-yillardagi Xitoycha Qashqar gazetida rasmiy e'lon qilingan. Öz muxbirimiz Abdullah Pamirning Qashqardan yo'llagan xabari. Xitoy hukumatı yaqinda nurg'un pul sarf qilib, Qashqar shahrining sharqiy qismiga joylashgan Arslanbog' kentiga maxsus chet el radio to'lqinlarini to'sadigan qashili paydo qilish stansiyasini qurib ishga tushirgan. Buning bilan Sharqiy Turkistonning janubidagi viloyatlarda Erkin Asiya radiosining Uyg'urcha anglitishi, hatto Ozodlik va Amerika ovozi radiolarining o'zbekcha anglitishlari yaxshi anglanmaydigan bo'lgan. Bundan burun bu xil qashili qilish stansiyasining eng cho'ng Urumchida bo'lib, shimoliy rayonlarda Erkin Asiya radiosini yaxshi anglag'ili bo'lmaydi. Janubiy viloyatlarda kichik tipdagi qashili qilish stansiyasi bo'lsa-mu, qashili qilish iqtidori ojiz bo'lg'achqa yomon emas anglanadi. Qatma-qat siyosiy besimlardan yurgi siqilgan, saxta tashviqotlardan bezor bo'lgan xalqimiz chet el radio to'lqinlari orqali tashqi dunyoga bog'lanib, siqilgan ruhiga oz to'la tasalli topadi va umidlanadi. Shu vajidan yaqinqi yillar ichida Uyg'urlar orasida radio anglash tez umumlashib ketgan edi. Birmuncha kishilar yenidan radioni ayirmaydi. Radiodan anglaganlarini cho'ng yangilik sifatida bir-biriga yetkazishadi. Lekin mustabid Xitoy hukumatı xalqimizning shunchalik erkinligini yo'q qilishga urindi. Xuddi madaniyat inqilobida qilganiga o'xshash radio anglashni chekladi. Ba'zi joylarda kishilarning radiosini yig'ib oladigan, radio anglag'uvchilarni jazolaydigan g'alati hodisalar sodir bo'ldi. Ammo Xitoy hukumatı yanada xotirjam bo'lolmay, bu qatim 3 million yuandan ortiq pul sarf qilib, Qashqar Arslanbog'dagi cho'ng qashil paydo qilish stansiyasini qurib chiqqan. Insonlikqa va madaniyatga yot bo'lgan bunday g'alati ta'qiplash Sharqiy Turkistondan boshqa dunyoning ikkinchi bir yerida yo'q bo'lsa kerak. Yaqinda Qashqar yerlik hukumat doiralari uqtirish tushirib, har qanday kishining chet el muxbirlarining ziyoratini qabul qilishini cheklagan. Oldingi hafta xabar qilganimizdek, 2 hafta burun Qashqar shaharlik 4-o'rta maktab to'liq o'rta 1-yillik o'quvchisi Abdukim Yaqub siyosiy o'rganishlarni to'xtatish haqida maktab mudiriga xat yozganligi sababidan Xitoy soqchi doiralari tarafidan qo'lga ilingan edi. Bu voqea munosabati bilan Erkin Asiya radiosining muxbirlari Qashqar shaharlik 4-o'rta maktab, Qashqar shaharlik ma'rif idorasi va Qashqar viloyatlik davlat bexatarlik idoralariga bevosita telefon qilish orqali bu voqeaning rostligini isbotlagan. Qashqar yerlik hukumat doiralarining tuyuqsiz bundoq uqtirish tushirishi ehtimol mushu ish bilan munosabatlik bo'lsa kerak. Öz muxbirimiz Ushqunning Urumchidan yo'llagan xabarga qaraganda, ideologiya sohasidagi milliy bo'lginchilikka qarshi turish bo'yicha uyushtirilgan atalmış vatanparvar diniy zotlarning tunji qaror qayta tarbiya elish kursini tugatgan 213 nafar vatanparvar islom dini ulamosi 29-mart kuni Urumchining uylariga qaytishgan. O'qish tugatish munosabati bilan uyushtirilgan xo'shlashish yig'inida Uyg'ur Abdunum rayonlik birlik saf bo'limining boshlig'i Jang Yujang so'z qilib, o'qish tugatgan bu vatanparvar diniy zotlarning yurtlariga qaytgandan keyin imomlik qilish uchun xutbaga chiqqanda partiyaning siyosatlarini himoya qilish haqidagi so'zlarni va davlatning g'arbni echish siyosatiga foydali bo'lgan so'zlarni ko'proq so'zlashini, shuningdek milliy bo'lginchilik ideyasi, diniy asabiylik
va qonunsiz diniy faoliyatlarni ko'plab tanqid qilishni talab qilgan. Xabardan ma'lum bo'lishicha, bu xil qayta tarbiya ilish sinflari bundan keyin har qaysi viloyat markazlari va nahiyalarda ochilib, Uyg'ur avtonom rayonidagi cho'ng kichik masjidlarning barliq imomlari qayta tarbiya ilib, atalmış vatanparvar diniy zotlardan qilib yetishtirildi ekan. Yaqinda Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida Qirg'iziston va Qozog'istondagi Uyg'ur jamiyatlari va siyosiy tashkilotlarning vakillari vatanparvar Uyg'ur yozuvchilar, shoir va olimlarning o'rtaq qalam tavirtishi bilan milliy davlat va milliy mustaqillik haqida nomli cho'ng hajmlik maqola yozilib, jamoatchilik bilan yuz ko'rishdi. Bu maqola Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining sobiq raisi Nurmamat Kanjining O'rta Osiyodagi Uyg'ur jamoatchiligi ichida tarqitib yurgan Uyg'ur jamoatchiligiga 3 ko'z qarash, bugungi vaziyat haqida, o'zlashtirish iqtisodiy va etnoslar ideologiyasi qatorliq 3 parcha maqolasida ilgari surilgan Uyg'urlarga mustaqillik davlat kerak emas degan salbiy safsatasiga qarshi yozilgan bo'lib, mo'l tarixiy paket va real amaliyotlar orqali Uyg'urlarning shonliq tarixi, bugungi mustaqillik orzusi, bir millatning mavjud bo'lib turishi va rivojlanishi uchun milliy mustaqillikning qanchalik muhimligi qatorliq masalalar qoyil qilarlik bayon qilingan. Bu maqola Bishkekda chiqadigan Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyati tarafidan chiqarilayotgan ittifoq gazetining 2002 yili 3-oylik soniga besilib tarqatilgandan keyin O'rta Osiyodagi Uyg'ur jamoatchiligi orasida kuchli ta'sir paydo qilgan. Kishilar bu maqola hamma Uyg'urga bir qatimliq vatanparvarlik darsi bo'ldi deyishgan. Bu maqola ittifoq gazetida e'lon qilingandan sirt yana Bishkekdan beriladigan Uyg'urcha radio anglatishida anglatildi va Dunyo Uyg'ur axborot to'ri elektronlik xabarnomasi orqali dunyoga tarqatildi. Öz muxbirimiz Bog'daning Urumchidan yo'llagan xabari. 30 mart kuni Urumchidagi xalq maydonida Urumchi shahridagi har qaysi o'ttir boshlang'ich maktablardan kelgan 1000 ga yaqin har millat o'smir bolalarining qatnashishida Xitoy Kommunistik Yoshlar ittifoqi qurilganligining 30 yilligini xotirlash va qasam berish cho'ng yig'ini o'tkazilgan. Mazkur faoliyatda o'smir o'quvchilar xalq maydoniga o'rnatilgan atalmış Şinjanning tinchlik bilan ozod bo'lganligi xotiri munorasining oldiga tizildirilib, qahramonlar ruhini xotirjam qilib, mangu partiyaga agishib manaman deb qasam qildirilgan. Muxbirimizning bildirishicha, navbatda Sharq Turkistondagi barliq milliy o'rta boshlang'ich maktablarda o'quvchilar har kuni atigini Xitoy davlat bayrog'i esilgan maktab maydoniga yig'ilib, dag'dug'uliq bayroq chiqarish musobaqasiga qatnashadi ekan. Va vatanimizning birligini qo'g'daymiz, milliy bo'lgunchilarga qarshi turamiz degandek shuarlarni tovlaydi ekan. Bu ish maktabning eng muhim siyosiy vazifasi deb qaralib, maktablarning mudir, sekretarlari va o'qituvchi o'quvchilarning qatnashishida elib berildi ekan. Uningdan boshqa barliq sinflar va o'qituvchilar ishxonalarining temiga bundan burun chaplangan Mahmud Qashqari, Yusuf Xas Hojib, Abduxoliq Uyg'ur, Limutallib qatorliq Uyg'ur olim mutafakkurlari va vatanparvar yozuvchi shoirlarning suratlari, aqliya so'zlari va she'r parchalari elib tashlanib, uning o'rniga milliy bo'lgunchilikka qarshi turib, vatanning birligini qo'g'dayli. Şinjan Jungo'ning ayrilmas bir qismi degandek siyosiy shuarlar chaplatqizilgan. Maktablarda kunsiri avj elib ketayotgan siyosiy faoliyatlar kishilarga madaniyat inqilobining siyosiy bo'ron chapqunlarini eslatib, ularda madaniyat inqilobi yana boshlanyapti degandek andishalar paydo qilmoqda ekan. Öz muxbirimiz Bog'daning Urumchidan yo'llagan xabari. Aprel oyining kirishi bilan Ishqir Xitoydan Sharq Turkistonga keladigan ishlamchi Xitoylarning soni shiddat bilan ko'payib, Urumchi poyezd vokzali odam deg'inziga aylangan. Statistika qilinishicha, navbatda har kuni Ishqirdan kelayotgan oqqon Xitoylarning soni necha 10 mingga yetadigan bo'lib, bularning bir qismi Urumchida qolgandan sirt
ko'pchiligi Sharq Turkistonning shimoli va janubidagi har qaysi cho'ng shaharlar va nahiya markazlariga ketadi ekan. Ishkir Xitoydan keladigan ishlamchi Xitoylarning bu yil favqulodda ko'payib ketishiga, birisi g'arbni ichish chaqirig'i chiqarilgandan keyin Ishkir Xitoydan Sharq Turkistonga kelib yerlashayotgan yangi zavod, kan korxonalarni ochadigan Xitoy korxona va shirkatlari tez ko'payib ketdi. Bular Sharq Turkistonning har qaysi joylaridagi o'zlari setib olgan joylarda bas-basda qurilish boshladi. Qurilish qilguvchi Xitoy shirkatlari yerlik kishilarni ishlatmasdan Ishkirdan Xitoy ishlamchilarni taklif qilib ishlatyotdi. Yana birisi Wang Luchanning bir oy burun maxsus uqtirish tushirib, Ishkir Xitoydan keladigan oqqon Xitoylardan elinadigan turli haqlarni bekor qildi. Bu mohiyatda Xitoylarning Sharq Turkistonga texmo ko'plab kelish uchun qilingan chaqiriq edi. Xitoy oqqonlarining ko'plab kelishi Sharq Turkistondagi yerlik aholining texmo ishsiz qolishiga, turli jinoyatchilik qilmishlarining hassilab ko'payishiga, shuningdek Uyg'urlar bilan ko'chman Xitoylar orasidagi o'chmanlikning texmo kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Öz muxbirimiz Bog'daning xabar qilishicha, yaqinda Şinjan Universitetining o'g'illar yotoq binosiga homildorlikdan saqlanish qopchig'ini avtomatik setish sandiqi o'rnatib qo'yilgan. Bu ish maktabdagi Uyg'ur o'quvchi va o'qituvchilarning qattiq noroziligini qo'zg'ab, cho'ng g'ulg'ulga sabab bo'lganligi uchun maktab doiralari 5-fevral kuni avtomatik setish sandiqi qopchig'ini elib etishga majbur bo'lgan. Maktabda bu haqda g'ulg'ula avj olgan kunlarda muxbirimiz ahvol egallash uchun berib, bir qism o'qituvchi va o'quvchilar bilan suhbat o'tkazgan. Bir o'qituvchi o'z ko'z qarashlarini bildirib, mayli milliy axloq nuqtasidan bo'lsin, mayli diniy axloq nuqtasidan bo'lsin, bu ish biz Uyg'urlarga qilingan masxara bo'ldi. Maktab bu ishda bakli mas'uliyatsizlik qildi. Men 80-yillari mushu maktabda o'qigan. U chaqlarda jinsiy axloq alohida qadrlanadi. Esimda qolishicha, shu chaqda bir qiz homildor bo'lib qolganligi uchun o'g'il do'sti bilan qo'shib maktabdan chekindirilgan edi. Bugungi kunga kelganda maktab o'zi bu narsalarni tarqitib yuriydi degan. Yana bir o'g'il o'quvchi, bu degan milliy rayon. Bundaq ishda yerlik millatning hissiyotiga hurmat qilish kerak. Maktabning bu qilig'i jinsiy buzuqlikni targ'ib qilganlik bo'lmaynimi? Oldingi yil Qashqarlik bir qiz savoqlashim o'qishni tashlab qaytib ketdi. U ketish vaqtida menga echinib turib, bu yerdagi axloqsizliklarga chidab tura olmadim. Maktab odam bozadigan joy bo'lib qopti. Men qaytib ketib, namozimni o'qib, pokiza muhitda yashayman degan edi. Uning so'ziga endi tushunyapman degan gaplar bilan o'z noroziligini bayon qilgan. Darvaqa har bir millatning o'ziga yarasha axloqiy tushanchalari va qimmat qarashi bo'ladi. Bu xil tushancha va qimmat qarashining qadrlanmasligi ham maqsadlik buzg'unchilikqa uchirtilishi shu millatga qilingan haqorat va ig'ir yo'qotish bo'lib hisoblanadi. Uyg'urlar azaldan jinsiy axloqqa alohida e'tibor bilan qarab kelgan xalq edi. Uyg'ur qizlarining to'y kunigacha ippitini saqlashi eng muhim axloqiy o'lchamlardan biri sanaladi. Afsuski bizda o'z milliy axloqimizni qo'g'dash huquqi bo'lmaganligi uchun uning ustiga Xitoy mustamlikachi doiralari bizning milliy va diniy axloqiy qadriyatlarimizga maqsadlik yo'qotish siyosati yurgizib kelgachga bizning axloqiy sifatimiz tuvanlab ketdi. Ko'ch-ko'ylarga Xitoylar tarafidan choplab qo'yilgan qizlik pardasini tuzash operatsiyasi qilamiz degandek sharmanda e'lonlarning ko'payishi bilan qizlarimiz qizlik ippitini yo'qotishdan ancha ansirab ketmaydigan bo'lishdi. Sharq Turkistonning cho'ng kichik shaharlariga yomg'irgan Husni tuzash satrashxonasi nomidagi Xitoy poshxonalari Uyg'ur yigitlarining jismini bo'lg'idi. Hürmetli radio anlıqçılar, tövəndə peshqadam yozuvchi jamoat arbobi Ahmad Egambadining Jinning qasdi Shabdulda degan maqolasini anglatamiz. Beijing davlat terrori siyosatining atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi qonxo'r jallati Wang Luchan yaqinda qonunsiz holda bir buyruqni e'lon qildi. Bu buyruqning asosiy mazmunida Xitoy kommunist bosqinchilarining
Sharq Turkistonning qonuniy egasi bo'lgan Uyg'urlarning necha ming yillardan buyon ishlatib kelayotgan Uyg'ur madaniyatini dunyoga tunutgan ana tiliga qarata jazo yurgizishni boshlab, o'zining qonliq qilichini millatimizning qalbining ochquchi bo'lgan ana tilimizga uzatib, butun millatimizning qalbida unutilmas yara paydo qildi. Wang Luochen o'zining buyrug'ida Xinjiangdagi Uyg'ur maktablarining saposi tuvanmish. Buning sababi Uyg'ur tilining hozirgi muarifga mos kelmasligimiş. Muarifning saposini yuqori ko'tarish uchun Uyg'ur boshlang'ich maktablarining 3-yillikdan boshlab darslarni Xitoy tilida yurgizganligini mutahamlik bilan e'lon qildi. Xitoy hukumatining asosiy qonuni va Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatining avtonomiya qonunlarida ko'rsatilgan asonliq millatlarning til yoziq huquqlarini %100 yo'qqa chiqargan. Wang Luochenning bu buyrug'i Beijing hukumatining Uyg'ur xalqiga qarata yurgizayotgan milliy assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilik fashistik siyosatining muhim tarkibiy qismi hisoblandi. Kommunist Xitoy bosqinchilarining o'tmishdagi feodal militarist ota-bobolarining mustamlikachilik ana jaddisiga varislik qilib va uni texmo taraqqiy qildirib, millatimizning milliy mavjudligiga qarata 50 yildan buyon vatanimiz tarixida misli ko'rilmagan qonliq qirg'in milliy tozalashlarni to'xtatmay davomlashtiryapti. Bo'libmi 11-sentabr voqeasidan keyin terrorizmga qarshi xalqaro ittifoqning muhim avangardi qiyofatiga kirib olgan Beijing hukmronlari fursatdan foydalanib, endi millatimizning hayotligining o'lmas belgisi ham faxri bo'lgan ona tilimizga qaratdi. Har qanday bir millatning tili aloqalashish quroli bo'lish sifatida shu millatning xarakterlik asosiy belgisi bo'lib, shu millatning shakllanishi, tarixi, ijtimoiy, siyosiy, madaniy va urf odatlari bilan chambarchas bog'langan. Bir millat deganimizda uni o'z ona tilisiz tasavvur qilish mumkin emas. Wang Luochenning Uyg'ur maktablarining 3-yildan boshlab Xitoy tilida dars o'timiz degani ochiqdan ochiq kelajak umidimiz bo'lgan avlodlarimizni siriq ajdarhoning qo'ynida xitoylashtirishdan iborat xolos. Wang Luochen go'yo Uyg'ur ma'rifiga echingan qiyofatga kirib olib, Uyg'ur tilida elib berilgan muarif to'yan saviyada bo'ladi, Xitoy tilida elib berilgan muarif yuqori saviyada bo'ladi deb jo'yladi. Bu butunlay mustamlikachilarning odam aldash o'yinlaridir. Har qanday tilni o'rganish kerak, lekin bu yerda Wang Luochenning oliy farmonida ochiqdan ochiq kommunist Xitoy cho'ng millatchiligini tilimiz va madaniyatimizga yurgizayotganligi ko'rinib turibdi. Biz o'zimizning Uyg'ur tilini ham Wang Luochen maqtayotgan oliyjanob Xitoy tilini obdan bilamiz. Necha ming yillik Xitoy tarixida Xitoy tili qanday tarixiy rollarni o'tab kelgan bo'lsa, Uyg'ur tilimi necha ming yillarning bo'ron chapqunliq sinoqlaridan o'tib, Uyg'ur tarixida ulug' tarixiy rolni o'tab, millatimizning taraqqiyotiga o'chmas tuhfalarni qo'shib kelyapti. Narsalarni ohanglashtirish asosida ifodalashni asos qilgan Uyg'ur tili o'zining fonetikalik, grammatik, sintakslik xususiyatlari bilan so'z va jumlalarni aniq, yig'inchoq, mazmunliq, yumshoq, jaranglik ifodalash jihatdan Xitoy tilidan necha hassa yuqori o'rinda turadi. Ana shu xosiyatli Uyg'ur tili bilan buningdan necha ming yillar ilgari ota-bobolarimiz jahon shumul asarlarni yozib, insoniyat madaniyatiga o'chmas tuhfalarni qo'shgan emasmidi? Ana shu Uyg'ur tilimiz bilan Xitoylar maqtagan suv bo'yida 3 davlat haqida qissa, Qizil Ravoqdagi tush, G'arbga sayohat qatorliq dongliq 4 asrni Uyg'ur tiliga keng qushada tarjima qilgan edik. Hozirmi shu muqaddas tilimiz bilan dunyoning har xil tildagi kitoblarni tarjima qilyapmiz-ku. Jallod Wang Luochenning bu yerdagi razil qasdi vatanimiz Sharqiy Turkistondagi necha ming yillik uzun tarix, shonliq madaniyatga ega Uyg'urlarni Wang yangi avlodlarga aylantirib, atalmish Jonghua tarkibiga kirgizib, Uyg'ur millatining milliy mavjudligini yo'qotmoqchi. Biz Uyg'ur millati bu assimilyatsiya suiqasdi va fashistik siyosatni qat'iy rad qilib, uni la'natlaymiz. Biz hech qachon Jonghua millati emas. Xitoy tili bizning tilimiz emas. Biz Xitoy yoki Wang Luochenning irqidan emas. Bizning vatanimiz Xinjiang emas, Sharq Turkiston. Biz Uyg'ur. Biz musulmon. Bizning tilimiz Uyg'ur tili. Wang Luochenning maqsadi Uyg'ur maktablarida Xitoycha dars o'tkazib, Uyg'urlarning saposini yuqori ko'tarish emas,
Uyg'urlarni xitoylashtirib yo'qotish ekanligiga Xitoy maktablarida o'qib chiqib, Xitoychani to'liq o'rgangan Uyg'urlarning o'zlarining tug'ilgan vatanlarida Uyg'ur bo'lganlik jinoyati uchun tunugillik kelgan Xitoylar tarafidan xarilinib ishsiz qilayotganligi buning ochiq misoli emasmi? Bu yil BDTning madaniy muarif bölümü dünyadaki yok oluş girdavudaki tilla qo'llanmasini e'lon qilib, dunyodagi 6000 tilning ichida 3000 tilning yok oluş girdavuga berib qolganligini, Uyg'ur tilining yok oluş girdavuga berib qolganligini ogohlantirdi. Bu dunyoda hayot yashayotgan har bir Uyg'ur uchun berilgan eng jiddiy signal. So'yimli qarindoshlarimiz, necha ming yillardan buyon qahramon ajdodlarimiz vatanimizni jang maydonlarida yig'i dushman Xitoy bosqinchilari bilan qonliq jang qilib, jon berib saqlagan bo'lsa, bugungi naslimiz o'zining mavjudligini til va dindan iborat ikki qalqon orqali qo'g'dab kelgan edi. Afsuski hozir yana shu yig'i dushmanimiz Xitoy bosqinchilarining qo'lida tilimiz, dinimiz buzg'unchilikka uchrayotdi. Tilini, iymonini yo'qotgan millat tarix sayfisidan yo'qolishga mahkumdir. Şuna aqlliq ota-bobolarimiz tilimizga dunyodagi eng ulug', eng mehribon ism ana ismini qo'shib ana til deb atagan. Ana tilimiz ajdodlar mirosi, millatimizning olamshumul boyligi. Biz shu til orqali tariximizni saqlagan, shu til bilan dunyoni bilib, dunyoda mavjud bo'lib turyapmiz. Biz shu til bilan kelgusimizni qurib chiqamiz inshaalloh. Bu bizga Tangri ato qilgan haq huquqimiz. Biz Uyg'urlar bu huquqimizdan to'liq foydalanib, o'zimizni saqlab qolish uchun kurash qilishimiz lozim. Ukrainalar o'z tili haqida o'z onangni unutsang unut, lekin tilingni unutma deydi. Bizning qahramon aqlliq ota-bobolarimiz o'z ona tiliga alohida ahamiyat berib, dunyoga tugamas boylik, unutilmas yodikorliklarni qoldirib ketdi. Jangovar shoir, jurnalist Qutlug' Shavqi ana tilimiz haqida bizga ana til bilgan kishining izzatini qilg'um kelur. Ana tilni og'zidan oltin berib olg'um kelur. Ey ana til bizga sen o'tgan ulug'lardan nishon. Sen bilan ruhiy zaminda iftixor etgum kelur. Deb jakalab vasiyat qoldirgan edi. Hürmetli radyo anlıqçılar, tövende Mücahidimiz Zulfiqar Muhammed'nin geçinişlik 3 yıllık turma faciasını anlaysılar. Mikrofon aldıda muhbirimiz Arzu. Mücahidimiz Zulfiqar Muhammed 1998 yılı qo'lga ilinib, 2000 yılı 6 ayının 14 günü mərtlərçi qurban bo'ldi. Bu qahramonimiz qalbimizda mangu yashaydi. Zulfiqar Muhammed 1998 yılı 4 ayının 6 günü namazşamda tarat elayotganda puxrachi kiyingan bir necha saqchi kelib, birsi yoshurun hovliga kirib sharat bilan uni chaqirib talog'i chiqib, oilasidagilarga bildirmay tutib ketgan. Shu kuni kech soat 11 da mingdan oshiq to'liq qurollangan harbiy va saqchilar kelib, harbiy holat yurgizib Zulfiqarni biz akatdik. Hamidni tepib bersan deb qilmagan askariga qolmagan. Saray uyda uxlayotgan cho'ng akasi Mehmet Eminning o'g'li Rishadni ko'tarib chiqib 2 metr egizlikdan tashlagan. Pastda 3 saqchi yugurib kelib, gajgisiga dastlab uni bog'lagan. Bo'lsa bilan momisi balamni qo'yib, bola kichik qo'rqib kasal bo'ladi deb vaqirab chaqirib qilgandan keyin Tursun ismli bir Uyg'ur saqchi hanzcha bir nimlarni degandilar, ondan qo'yib atgan. Bola shundala bo'g'isiga eslib olgan. Momisi qo'rqib ketib yiqilib tushgan. Keyin saqchilar Zulfiqarning dadisini, aksi Said Ahmadni va Rishad qatorliq 3 kishini viloyatlik saqchi idorasiga olib, tong otqicha so'roq qilib qo'yib atgan. Ular uyga kelib, yotoq uyda 10 necha Xitoy saqchining uxlash uchun selib qo'ygan yotgan ko'plarda yo'ginib yetishganligini ko'rgan. Dadisi uyga kirsa, bir saqchi uni ishtirib chiqarib atgan. Saray uyga kirsa, Zulfiqarning opasi baq qo'rqib ketib, tili gapga kelmay paqirib o'tirib qolgan. Uy kechacha aqtirilib mulmatan qilib etilgan. Nurg'un narsalar elib ketilgan. Nimalarni elib ketganligini uy egalari bilmaydi.
Nəvrisi Rishad shu kuni qattiq qo'rqib ketgan. Arqa cho'ng mengisi davomliq og'rib, izchil turda davolatgan bo'lsa-mu, unum bermagan. 1998 yılı 4 ayının 6 günü Zulfiqarni tutub ketib, ailədən dadısı, akısı Said Ahmed və çoğ akısının oğlu Rishadni elib ketib, ətsi qoyub bərgəndən tatıb, Hamidni Qazaxıstan hökuməti Xitayğa qaytırıb bərgəngə qədər ailəsi intayın çoğ təhdid içində qalğan. Keç gündüz qurallı hərbiy saqçılar balangni tepib bersən deb qorqutub, qiyin ahvolga tushirib qo'ygan. Sınalgı, önalgı aparatlары o'rnatilgan mashinalarni o'yilga akirib to'xtatib, buvay momayni solab qo'yib, o'ylar va o'ylarni davomli aqtirgan. Atrofga turli usul va turli shaklda jasuslarni qo'yib, nazorat qilib turgan. Qiyin ahvolda qolgan buvay momay kech kunduz Allohga yig'lash bilan kunni o'tkazgan. Təhdid, qorqush, vahima ham andisha ichida yig'lab, oxiri buvay momay va navrisi Rishad saqsiz bo'lib qolgan. Hadisi Zulfiyamning uyi boshqa yerda bo'lsa-mu, o'xshashli tahdidga uchragan. Idorasi tarafdan turli kamsitishlarga uchrab turgan. Mushu sababli nervisi ajizlab, salomatligi kun sayin nacharlashgan. Zulfiqarni 98 yili 4 ayning 6 kuni tutib ketgan. Dastlabda Zulfiqarni shaharlik saqchi idorasida so'roq qilgan. So'roqda mas'ul bo'lmagandan keyin saqchi xodimlari dadisiga Zulfiqarda cho'ng ish yo'q, at qo'yitimiz. Siz yaxshi tarbiya bering, qalayimqan ishlarga aralashmasin degan. Artsila viloyatlik saqchi idorasiga yo'tkab ketgan va bir hafta qiynagan. Bir haftadan keyin qo'liga ko'yzi silib, so'roqxonaning par turbasiga chetib qo'ygan. Har xil usullarda qiynalganligi uchun azob qichidamagan Zulfiqar ko'yzini buzib qochib ketgan. Shundan keyin uni tutish buyrug'i chiqarilgan. E'lon chiqargan shu jarayonda saqchilar uyga kelib, balangni nega tiqib qo'yding deb buvay momayni parakanda qilishgan. Ko'pligan harbiy saqchilar uyda qilib yotgan. Zulfiqar qechib yurib, panolangan yer topolmay daryo bo'yi ko'rik atrofida mukinib yurganda, udul qo'shnisi Hamid ko'rib kelib, dadisi Abdurahmon orqali saqchiga xabar qilgan. Dal shu chaqda yari taz choy berman deb uyga boshlab akirib qo'yib, saqchiga telefon qilgan va yuzlagan harbiy saqchi bostirib kelib, qo'rshab tutib, ashliq va usulliq azobidan mag'dursizlangan Zulfiqarni qattiq urib, chala o'lik qilib elib ketgan. Shuningdan keyin hayot mamatligini ota-onasimi bilmagan. Bir oydan keyin bir juma kuni dadisi yo'q vaqtda uyga telefon kelgan. Apsi elib tingishsa, Zulfiqarning ovozi. Zulfiqar o'zining hayotligini aytgan va dadisi yoki aksi Said Ahmed ikkisining birisi kelib, saqchida Qali degan bir qozoq boshliq bor, shuning bilan ko'rishsin deb bulishiga telefon uzilgan. Dadisi qaytib kelib ahvolni o'qib, atsi aksi Said Ahmedni avatgan. Said Ahmed saqchida qozoq boshliq Qali bilan ko'rishgan. Qali, Zulfiqar biqinim og'rivyotdi deydi. Doktorga ko'rsatmoqchi, 1000 so'm bersan degan. Said Ahmed, yenimda 600 so'm bor, 100 so'mni men elib qolay deb 500 so'mni bersa, bo'lmaydi deb 600 so'mni elib qolgan. Va atkel do'stlik doktorxonasiga apiramiz. Bu og'riq uzundan bo'lgan og'riq, tayoqdan bo'lgan og'riq emas degan gaplarni qilgan. Said Ahmed atsi borsa 600 so'm pulni saqchilar bo'lishib elib, Zulfiqarni turmaga ochib etgan. Shu kundan tartib Zulfiqarning bor yo'qligi ma'lum qilinmagan. Her ayının 15 günü cinayetçilerinin ata-analarını turmaga qabul qiladi. Balalarning ahvolini so'rab barsa, pul ber, boshqa narsa olmaymiz deydi. Ata-analar balalarga chidamay 100 so'm, 50 so'm, eng az bo'lgandimi 20 so'm berdi. Sababi turma tamoqni az berdi. Balalar to'ymay ochliqdan shishib ketgan. Nachar muhit, nachar tamoq tufayli turli kasalliklarga giribdor bo'lgan. Shunga turma saqchilari pul bersan kadrlarning oshgan tamoqlarini setib beramiz deydi. Amaliyotda mahbuslarga berilgan pulning 3/1-ni ko'rmaydi. Uning ustiga turma ichiga magazin ichib olgan bo'lib, bozor bahosining 2 hassa qimmat lo'nga, sovun, tish cho'tkisi va tish parashogini mahbuslarga majburiy tangidi. Mahbuslar olmaymiz. Ota-onamiz qiyinchilik tartsimi, o'z yemay bizga tamoq elib yesin deb pul kirgizsa, sizlar qimmat bahoda bu narsalarni bizga tangsanglar bo'lamdi desa, turma saqchilari mahbuslarning o'zida bor bo'lgan narsalarni tartib elib ko'ydirib etgan. Mahbuslar ota-onalarga pul kirgizmanglar, biz bahramon bo'la olmaymiz deb xabar chiqarishga majbur bo'lgan. Bu ish hozirgacha davomlashmoqda. Bu xil chekidan oshgan nohaqchilik Sharqi Turkistonda qachongacha davom qilar? Zulfiqarni turmaga so'lgandan keyin ota-onalari uning ahvolidan xabarsiz turganda, taftish mahkamasi balani sudga tushirib berdik, sotilindi, advokat taklif qilinglar deydi va advokatni uzr ko'rsatib berdi.
Zulfiqarning ata-onalari taftish mahkamasi belgilab bergan Seydalim ismli advokatni 1500 so'mga yollaydi va sudga qatnashishni talab qiladi. 1998 yili 11 ayning 16 kuni sud ochiladi. Saat 10da Zulfiqar boshliq 4 balni saqchilar sud maydoniga yalab akiradi. Ularning putida kishan, qo'li orqasiga bog'langan, chash soqollari o'sgan, ko'zi paqirab, chiroyi sag'irib ketgan. Ata-onalari uni ko'rib yig'laydi. Zulfiqar, yig'lamanglar, men hech nima bo'lmadim. Xitoylarga tomosha qilib bermanglar, deb tasalli berdi. Sud boshlanadi. Birinchi bo'lib Zulfiqar so'roq qilindi. So'roq jarayonida 3 daftar sudchining oldiga qo'yildi. Bu daftarlar Zulfiqarning so'roq xotirasi edi. Sudchi so'raydi. Zulfiqar rad qiladi. Sudchi sen burun turmada xirar bo'lib qo'l qo'ygan ekansan. Endi nima uchun yenib olsan deydi. Uningga javoban Zulfiqar turmada haram o'lib ketmay deb tayoq zarbasida qo'l qo'yib berdim. Keyin sudga chiqqanda qarashimni deyman deb qo'l qo'ydim. Ba'zisiga behush qilib, hushsizlantirish usuli bilan qo'l qo'ydirib elishdi. Endi sudda oshkorlandi. Tekshirib ko'ringlar deydi. Advokatmi o'z fikrini berdi. Naq maydonda aybnomining 20 yeri xirar qilindi, qolgani rad qilindi. Faqat Zulfiqarning advokati bor bo'lib, qolgan 3 bolaning advokati yo'q edi. U 3 bola Zulfiqarga o'xshashla saqchilarning qiynalganligini pash qiladi. Soat 17da sud oyoqlashdi. Sud oyoqlashishdan burun bosh sudchi fikring bormi deb so'raganda, Zulfiqar fikrim bor. Mening shaxsiy mulkimni qo'g'danglar. Meni tutganda yenimda 610 yuan pul bor edi. 400 so'mga olgan bibijerim bor. 180 so'mlik Misrdan ilib kelgan soatim bor edi. Saqchilar tartib oldi. Shuni ilib dadamga topshirib bersanglar deydi. Sudchi yezib oladi. Ammo u yezib olingan peticha qoladi, qaytarilmaydi. Sud tugab Zulfiqarni akatgandan keyin oilasi burunqidakla uning xabarini bilolmagan. Bara-bara o'lim jazosi berdi degan tashvishli so'zlar chiqishga boshlagan. Ota-onasi surishtirsa, ko'cha gaplarga ishonma, bu haqda xabar yo'q deb javob berdi. 1999 yili 4-oyda Zulfiqarni viloyatdan shaharlik yangi hayot turmasiga o'tkazgan. Bu turmaning tuzumi viloyat bilan o'xshashli pul oladi. Pulning yarmini mahbusga beradi. Tamoqni to'langan pulga loyiq bermaydi. Zulfiqarning dadasi surishtirib, 13-qarovuzda 6 bolaning birga turganligidan xabar tepib, turma boshlig'i orqali har payshanba kuni 50 yuan pul kirgizib bergan. Gayda dadasi tamoq ilib qolsa ajab emas, balam yer deb apargan yemekliklarini kirgizib berolmay, issiq suvoqlarda tinab yurgan. Ba'zida miskin chiroyi ko'zi yosh qolgan. Biror qitim tamoqni kirgizib beralsa, apargan tamoqni balam yebdi deb xush bo'lgan. Mushu ish 99-yili 7-oyga qadar davom qildi. Xamikni ilib kelib Qo'rg'as, Kuytung, Urumchi, chapchallarni aylantirib oxiri Ili viloyatlik turmaga akiladi va uzun o'tmay aksi Saidahmad va inisi Zulfiqarni shaharga yo'tkazgan. Shundan beri ikki turma orasida balam deb yurgan ota-onasi hadisi Zulfiyam va aksining bolasi Rishad g'ashlik ichiga cho'nqur patidi. 2000-yili 8-ayning 15-kuni dadasi, opasi, nevarasi Rishad uchi Hamidni turmaga berib yo'qlab, apargan tamoqlarini kirgizib, Hamidning ahvolini bilolmay qaytgan. Dal shu kunlarning birida Zulfiqarning 99-yili 7-ayning 24-kuni o'limga hukm qilinib bo'lganligini anglaydi. Aslida hukmni yoshirin holda Zulfiqarga uqtiribla etib etmoqchi bo'lgan. Bu ishni advokatmi bilmagan. Bu ahvolni ota-onasi o'qib, advokat bilan sudga borganda hukmni tasdiq ko'rsatgan. Bu vaqtda hukmning vaqti 6 kun o'tib ketgan. Bu ishga norozi bo'lgan ota-onasi norozi bo'lib, arz yozdigan bo'lib qaytgan. 2 kundan keyin Urumchi oliy suddan kelib tekshirgan. Zulfiqarning dadasi sudchilar bilan ko'rishib arz bergan. Ular ahvolni aniqlab ketgan. Shundan keyin jim bo'lib qolgan. 2000-yili 2-ayning 20-kuni qotillik qilgan bir Xitoyni Zulfiqar bilan qo'shib sud qilib, turmushchida atmoqchi bo'lganligini televizorda e'lon qilgan. Zulfiqarni maxfiy tutgan. Shu vaqtda oliy suddan to'xtatish to'g'riliq buyruq kelgan va 23-esa oliy suddan tekshirishga adam kelgan. Shuning bilan bu ish yana to'xtab qolgan. Qotil Xitoyni atmay yo'tkazgan. Aradan uzun o'tmay turma doktori telefon orqali hadisni chaqirtgan. Hadisi barsa Zulfiqarga yari chiqib qoldi deb chaqirtganligini aytib, davolashga pul talab qilgan. Ammo pulni elib, ota-onangga demaysan, desang chatoq deb tahdid silib qaytarib o'tgan. Hadisi 10 kundan keyin dadasiga ahvolni ma'lum qilgan.
Dadisi anlab sotqa berib ahvolni aytsa, biz bilmaymiz. Saqchiga barg'in degan. Shuning bilan viloyatlik saqchi idorasiga berib surishti qilgan. Xitoy boshliq bilan Tursun ismli saqchi shaharning xato qilibdi. Biz surishti qilayli. Tursun etilsimi saqaytib etildi deb javob bergan. Dadisi davomli surishti qilgan. Natijada Zulfiqarning qattiq og'rib yotganligi, shu holatda turma doktorining kari bo'lmaganligi ma'lum bo'lgan. Shu kunlarda taftish mahkamasining bir xodimi xizmat munosabati bilan kelib, Zulfiqarni ko'rib, ahvolining yomonligini ko'rgan va turma boshlig'ini chaqirib, Zulfiqarni ko'rsatib jiddiy davolashga tashabbus qilgan. Shundan keyin turma boshlig'i doktorni chaqirib davolashga buyurgan. Doktorning aytishicha, Zulfiqarning yuragining ustiga bir yara chiqib, bora-bora cho'ngib ketganligi, tamoqdan zaharlanganligi ma'lum bo'lgan. Bu qon bilan munosabatlik, sirtda bo'lmaydi, turmada paydo bo'ladi. So'ngakka o'tib ketsa xatarlik degan va shundan keyin davolashga o'tgan. Asli yoshirin holda zaharni tamoqqa selib, zaharlab o'ldirmoqchi bo'lgan. Buni Oliy sudning sudchilari sezgan. Oshkorinib qolganda hadisi bilan oilasidan pul elib davolagan. 1998 yil 7-oyda Ara O'stanlik Urayimjon ismli odamning Fayzullam degan o'g'lini Zulfiqarni zaharlagandek zaharlab o'ldirib o'ligini bergan. Yana bir balasi hozirgacha viloyatlik turmada birinchi hukmda davlatning 50 yillik to'yiga G'uljidan 19 balani qurbonlik qilib to'y o'tkazmoqchi bo'lishgan. Biroq pash bo'lib qilib xalq bilib ketgan. Shundan keyin zaharlab o'ldirish qasdiga o'tishgan. Paket Zulfiqarning aksi Said Ahmadni tutib ketgandan keyin dadisi viloyatlik saqchi idorasiga berib, siyosiy bo'lim boshlig'i Jang Yavgang bilan ko'rishib, Said Ahmadda gunoh yo'q, qo'yvat deganda, tunogin keliningga hamma gapni dedim. Shuningdan so'ra degan. Dadisi kelinidan so'rsa, Zulfiqar Hamid chiqisning sababi bilan bizning saqchilarning nechisi o'ldi. Biz shularning qisosini olamiz degan. Shuningdan keyin bir mazgil tinch holatni saqlab turib, 6-oyning 14-kuni Wang Lochining suiqasd planlashi bilan 130 Uyg'ur balani bir kun 1 soatda maxfiy o'ldirgan. Shuningga qo'shibla jeli yuzda Zulfiqar, Olimjon, bir janoblik bola, yana bir bayandaylik bola va yana bir noma'lum 5 balani maxfiy etib etgan. Uningdan burun Said Ahmadni Urumchi 4-turmaga o'tkazib ketgan edi. Dadisi Zulfiqarni surishtirsa, jimjit, xotirjam ishingni qilaver deb javob berganligi uchun Said Ahmadni yo'qlab kelishga ketib, bir haftada yana 6-oyning 13-kuni qaytib kelgan. 6-oyning 13-kuni kechda saqchilar kelib dadisi, opasi va kelinini elib ketib, G'uljinoya jeli yuziga chiqib, sud mahkamasining bir uyiga solab qo'ydi. Atgan soat 7da Naya turmasiga opirib, birinchi bo'lib Zulfiqarning ota-onasini akirib ko'rishtirdi. Turma o'ylisining o'ttirisida bir kegi seliqliq turgan. Zulfiqar chozi qurib darvoza tarafga qarab o'ltirgan. Dadisi opasi yaqin borganda, Zulfiqar o'rnidan turib salom berib ko'rishgan. Shuning bilan ota-onasi o'zini tutolmay yig'lab quchoqlashib ketgan. Zulfiqar oyat, hadis o'qib ota-onasiga sabr qilish to'g'riliq ma'rifat qilib tasalli bergan. 5 minut bo'lmay vaqt to'shdi deb ota-onasini chiqarib etgan. Zulfiqar qarab qolgan boshqalarni shunday qilgan. Hadisi Zulfiyamni, aksining o'g'li Rishadni Zulfiqar bilan ko'rishtirmagan va boshqalarni yaqin keltirmagan. Shundoq aldirab tayyorlab qo'ygan mashinaga selib, sut oshmay tezlik bilan chiqib, qozonchining G'ulji teg'ining bag'riga opirib etib etgan. Va dadisi bilan aksining o'g'li Rishadni mashinaga selib, "Mana balang" deb o'ligining yoniga opirib qo'ygan. Dadisi o'ngda yotgan, ko'zi ochiq Zulfiqarni ko'rgan. Dadisi bosh ko'zini islab suyib razılık bergandan keyin uning ko'zi yumilgan. Dadisi Zulfiqarning enkina chetib bo'lib putini chatay desa, putida kishan turgan. Shundan keyin saqchi kelib elib etgan. Bu kishan Zulfiqarning putida 3 yil turgan. Puti quruq so'ngak bo'lib ketgan. Qo'lining ko'zi salgan yeri izilib, bir barmoq patqudek bo'lib qolgan. Dadisi Allohga nola qilib yig'lasa, askarlar kulishib ketgan. Dadisi kiyimlarini soldirib badniga qarasa, saq yeri yo'q, butunlay cho'ng kichik tayoq izi va kuyuk izi bilan to'shib ketgan. Shu asnoda imom mezin deb 3 kishini elib kelgan. Imom kelib dadisiga yig'lamang, bolangiz shahid ketdi. Sirtqi ishtonini soldirib o'tdim, ko'sar qolsin. Kepanlab bo'lib qabrga qo'shib ko'miytimiz degan. Shuning bilan dadisi 2 dona shankuni soldirib, yeniga qo'yib qo'ysa, bir saqchi elib ketib, 3 balning ishtonini qo'shib ko'ydirib etgan. Shu chaqda butun sayni 50 qadamli bir avtomat va kaltak tutgan, qo'yin qalpoqli birdan absharga ishtitilgan 200 dak askar qoplab ketgan. Zulfiqarni kepanlab namozini tushirib bo'lib, Olimjon degan bola bilan bir yerga qo'ygan.
Ularni yerlikka qo'yib bo'lib qarsa, askarlarning birsimi qolmay g'oyib bo'lgan. Dadisi yolg'iz qaytgan. Shuninggacha hech kim hukm e'lon qilganligini bilmagan. Dadisi uyga qaytib kelgandan keyin bilganlar patiga kirishga boshlagan. Atrofni saqchi va jasuslar yoshirin charlab turgan. Aradan uzun o'tmay markazdan boshliqlar keldi. Viloyatning shujisi Jangolang boshliqni qo'yib agashkuchini etibsan deb tanqid qildi degan so'zlar tarqaldi. Bu so'zlarni anglab ota-onasi Hamiddan qattiq ansirab andishiga tushib qoldi. Birinchi sudda advokatni 1500 so'mga yollagan. Ikkinchi sudga qarata advokat yana 2000 so'm elib, sud vaqtining xabarini bermoqchi bo'lgan. Ota-onasi ikkinchi sud ichiladi deb xabar kutib turgan. Ammo sud ashmay xalqdan mahbi holda chiqib etayotgan. Advokat Seydalim 2000 so'm pulni qaytarmagan. Sud o'zi belgilab bergan advokatni inovatsiz qilgan. Keyin dadisi sudga berib, nima ish qilgani uchun balamni o'ltirsizlar deb so'rasa, qozoq sudchilar biz bilmaymiz. Biz bir to'p qog'ozga ega bir haykal deb javob bergan. Hozir Eli rayonida hukumatning besimini ayt kuchlik. Ularga moslashib yordam qilayotgan yana shu munofiqlardir. Masalan, Misrda Zulfiqar bilan birga o'qib kelgan Nurdin Jamoliddin, Murad Abduqodir deganlar Misrdagi ishlarni, G'ulja kelgandan keyingi ahvollarni to'liq pash qilib isbot yezib bergan. Yana shuningga o'xshash sabdoshlari o'zini aqlab hamma ishni Zulfiqar bilan Hamidga yuklab qo'ygan. Oxiri berib Zulfiqarni Xitoy qulida o'ltirishga yordam bergan. Ammo Zulfiqar Hamid sabdoshlarining birsini tishlab tortmagan. Aksicha aqlab chiqqan. Buniga Zulfiqar bilan sudga birga chiqqan Tursun, Ablikim, Abduvali guvoh bo'la oladi. Hamid sud jarayonida sudchilar nima uchun partiyaga qarshi chiqding? Xo'jayining kim? Boshliqing kim deb so'raganida, mening xo'jayinim yo'q, boshliqim yo'q. Misrda o'qiyapsam G'ulja fevral voqeasi bo'lib, mening millatim va qarindoshlarimni kommunistlar vahshiylarcha qiynab o'ldirdi. Shuningga chidamay qisos elish uchun shunday qildim deb javob bergan. Shu chaqda sudchi va soqchilar bu akukalarga ajablanib qilishgan. Zulfiqarni choy beraman deb uyiga boshlab kirib tutib bergan. To'qimchilik fabrikasida o'ltirishlik Yaritaz deganga Zulfiqarni tutib bergani uchun hukumat 13 ming yuan mukofot bergan. Undan boshqa Zulfiqar soqchidan qochib daryo bo'yida mo'kib yurganda Zulfiqarni udul qo'shnisi Hamid ko'rib, dadisi Abdurahmonga degan. Abdurahmon Yaritaz bilan bir vaqtda soqchiga xabar qilganligi uchun hukumat unga mukofot bergan. Soni aniq emas. Zulfiqar Muhammadning bu kechirmishi minglagan Uyg'urlar ko'rayotgan ahvollarning tipik bir misoli. Sharq Turkistonda navbatda yuqorqidagi ahvollar ajablanarli ish emas. Soqchi odamni tutib ketgandan keyin javobsiz, deraksiz yo'qitib etadigan ahvollar doim ko'rilib turdi. Har darajalik qonun o'rinlari Uyg'ur xalqining qonuniy huquq manfaatini emas, balki Xitoy hukumatining manfaatini qo'g'daydigan vositadan iborat. Yerli xalq insoncha yashashdagi eng oddiy erkinlikdan mahrum qolgan. Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan dahshatli zulmi kun sayin og'irlashmoqda. Suyimlik radio anglg'uchilar, programmamizning oxirida radio anglg'uchilarimizning talabiga asosan milliy mujohidimiz va shehidimiz Zulfiqar Muhammadning turmada onasiga yozib qoldirgan Yig'lama ona nomli she'rini qayta diqqatingizga sunmoqchimiz. Sirdishingdin azaldin mehribon onam. Külgen idim külgende qayg'udumu ham. Bo'lgan idim ro'y uzuq sen uchun herdam. Rozi bo'lg'in balangdin yig'lama ona. Men safarga mang'anda yig'lagan idim. Nega borsan balam deb to'lagan iding. Ayrılsam senden ne qilarman demaganmidim. Oq yo'l tili balanga yig'lama ona. Ayrıldın sen can ana hazır balangdin. Ayrıldın balangdin yürek parangdin. Ayrıldın otu bar bir balangdin. Baxtili balanga yig'lama ana. Xoinlar qo'limga yuk qo'ysa salsa, oldingda ishtirib so'rab apmangsa, mag'rur tur yosh to'kma, dushkalab tursa, faxrlan o'g'lingdin yig'lama ana. Kofirlar to'qmigi tagsi beshimga, itleri xiris qilib kelsa keshimga, ichingan senmiding gudak ishimga,
ah balam deb zarlanıp yığılma ana. Yüzümge kaçaplar teysi vurulup, putumni kişellep sep koyuz kulup, ep mаңсы aldığında sana körüstüp, hasretli moğlunu yığılma ana. Kapırlar kuluda çıksımı cinim, sel bulup ahsımı kıpkızıl kınim, hayatım azizim ah balam cinim, hasretli moğlunu yığılma ana. Allah dep tutulduk yanmayımız hergiz. Allah'ның buyruğu boyunda qariz. Şoңlashqa bildik biz cihatni fariz. Kapırga yalvurup yığlama ana. Balangni paş qildi dostum deganlar. Ko'zingni yosh qildir sirdosh deganlar. O'zini paş qildi yo'ldosh deganlar. Sabrchan yigitman yig'lama ana. Sabr qil jon ana, sabrini do'st tut. O'ylasang balangni Qur'onni do'st tut. Shu chog'da bo'ladi oxiram tutib. Xo'shal bo'l, qayg'urib yig'lama ana. Zindonda haqiqiy o'g'lonlaring bor. Kofirga xirs qilib mush otqanlar bor. Jinindan voz kechgan palvonlaring bor. Haqiqat parvarman yig'lama ana. Tiligin Allohdan bizlarga madad. Qilganda har vaqt toat ibodat. Haqiqat o'lmaydi mangu to abad. Haqiqat haqdir faqat yig'lama. Sen razı balangdan Allohni razı. Razı bol balangdan bo'lma norozi. Oyig'ing ostida bulur jannati. Razılık olayman yig'lama ana. Hürmetli radyo ağlıqçılar, yuqorida Uyghur Avazı radyosunun Uyg'urcha ağlıqçısını to'xtalarga sunduk. Ko'ngil qo'yib ağlığınlarga rahmat. Kelar qatimliq ağlıqçımızda ko'rishaylik. Xayri xo'sh.